Tez ishga yollash bu ishdagi eng katta xatolardan biridir. Odatda shoshilinch olingan xodimlar keyinchalik o'zlarining noto'g'ri natijalarini kompaniyaga ko'rsata boshlaydi. Sizda bo'sh ish o'rin bor. Birdan kimdir shu yerda ishlasin degan qarorga kelib qolasiz. Bu odam sizni boshida quvontiradi. Nihoyat kimdir bor, ishlayapti deysiz. Keyinchalik esa u xodimdan kompaniyani qadriyatlariga mos emasligi, jamoa bilan chiqisha olmasligi, vazifalarni o'z vaqtida bajara olmasligi aniq bo'lib qoladi. Natijada siz u kabi odamlar uchun ko'p vaqt va resurslarni sarflaysiz. Keyin esa uni almashtirish uchun yana mablag', vaqt va ko'plab resurslar ketadi. Shunday qilib, juda tezlikda xodimlarni ishga yollash kelajakda kattagina xavflarni va mablag'ni ketkazishi mumkin. Avvalo oldindan rejalashtiring. Bo'sh ish o'rinlarini monitoring qilib boring. Ishga yollash jarayonida nomzodlarni faqatgina texnik ko'nikmalari emas, kompaniyaga mosligi, qadriyatlarga tushishini ham baholang. Intervyu jarayonlarini tizimli va qat'iylik bilan olib boring. Hech qachon bu borada shoshilmang. Yodda tuting, shoshilinch ishga yollash vaqtinchalik yechim, lekin doimiy muammo bo'lishi mumkin. Tez emas, to'g'ri yollang. Natija esa oxirida bilinadi.